Do'stim, именно sen uchun Realme GT 8 Pro telefonini konkretniy qilib O'zbekistonda birinchilardan bo'lib o'zim obzor qilaman. Sen bo'lsa ko'rib, kayf qilib, bitta like bosib qo'y va podpisatsiya bosishni esingdan chiqarmagin. Hamma ichkarida, issiqda maza qilib obzor qilsa, men ko'chada sovuqqa chiqib olib, bunaqangi hovurda ko'ryapsizlar. Shunaqangi sovuqda sizlarga obzor qilib beraman. Telefonda raspakovka qilib ochamiz, talapanlari yirtilib bo'lgan, tak shu yo'ldan ochaveramiz. Ketdik, bismillah. Telefonni shunday ochadigan bo'lsanglar, birinchi telefonni o'zi chiqadi. Telefonda ko'ringlar, bir chekkaga qo'yib qo'yaman-da, birinchi ichidagi komplektatsiyasi bilan tanishamiz. Telefonimiz komplektidan ancha-muncha telefonda chiqmaydigan 120 vatli super bыстрый zaryadchi chiqar ekan. Endi buni uchi vilkali, ko'ryapsizlar. Bu chunki global versiya emas, China versiyada bo'lganligi uchun uchiga alohida bitta nabor olishinglar shart. Va yana komplektidan akalar, qaranglar, qalin bo'lgan, ancha-muncha telefonda bunaqa chiqmaydi, даже Redmi'larda ham bunaqa qalin bo'lmaydi, kabeli chiqadi. Type-C port emas, USB Type-C port. Kabeli. Chexoli chiqar ekan. Bozorda sotadigan chexollardan bittasi, faqat bu dumaloq chexoli chiqdi. Bu telefonni boshqa telefonlardan ajratib turadigan joyi orqa kamera modul dizaynini o'zgartirsa bo'ladi. Xohlasanglar yumaloq shaklda, xohlasanglar to'rtburchak kvadratli shaklga keltirib olsanglar bo'ladi. Xullas kalom, ichidan yana bir tiyinga qimmat ninasi chiqdi. Buni bir chekkaga olib qo'yamiz. Telefonni komplekti bilan ozroq bo'lsa ham tanishib oldik deb o'ylayman. Komplekt narsalarni bir chekkaga olamizda, telefonni o'zini ochishni boshlaymiz, akalar. Bismillah. Asal. Mana qaranglar. Bu go'zallik bu, Va onangni emmagur, men bunaqa chiroyli telefon deb o'ylamadim. Va onangni emmagur. Realme GT 8 Pro. Itemgan telefon. Haqiqiy Realme'da eng flagman telefonlaridan bittasi. Go. Telefonimiz aktivatsiya qilib bo'ldi. Telefonni ko'rib tanishinglar mumkin jigarlar. Telefon silliq, o'ta silliq ishlaydi ekan. Mana qaranglar. Va onangni emmagur. Lekin telefonda dyumiga keladigan bo'lsak, 608 dyum. Qo'lga rosa udobniy ekan, to'g'risi, unaqa qo'pol emas, как iPhone 17 Pro Max larga o'xshaydi. Rosa men uchun juda qulay telefon. Telefonda displey keladigan bo'lsak, AMOLED 144 Hz. Lekin bitta minusini aytib o'tib ketaman, bu yerda LTPO AMOLED emas. Ko'pchilik aldanadi. LTPO AMOLED super flagmanlarga chiqariladi. Bunda bo'lsa AMOLED. Unaqa katta farq bilinmaydi oddiy foydalanuvchilar uchun, lekin LTPO AMOLED ancha yuqoriroq yuradi. Lekin 144 Hz juda tez ishlaydigan telefon. 144 Hz menga juda yoqdi. Qarang, ishlashini qaranglar. Yomon ekan, mont ekan. Jigarlar, bu xoramini yomon tomoni bor ekan. Maksimalniy telefonni yorqinligiga keladigan bo'lsa, mana qaranglar. 7000 nits ekan. Maksimalniy. Juda yorqin degan. Ancha-muncha telefon hali bu natijaga yetisha olmadi. 7000 nits. Samsungda va iPhone'da shu joyda ko'tiga tepib qo'ydi, telefon yengil. Telefonda displeylarini tugatdi. Endi bo'lsa IPC ga keladigan bo'lsa, bu telefonda IP68 suvdan maksimal himoya hamda IP69 sertifikati bor. Suvda bemalol ishlayveradi. Telefon yarim soat suv tagida maza qilib ishlaydi. Xohlasanglar videoga olinglar, xohlasanglar suv tagida bu bilan raqsga tushinglar. IP68, IP69 suvdan maksimal darajada himoyasi bor. Telefon mont emas, jigarlar. Agar telefonda xotiralariga keladigan bo'lsak, meni qo'limdaginisi 12256 tali eng prostoy versiya. 16256, 12512, 16512, 16 ga 1 terabaytgacha bor. Men eng arzon variantini zakaz qilganman, chunki bu obzorga bo'laveradi. Telefonning xotiralari bilan tanishib oldik. Lekin bu telefonga jigarlar, dunyodagi eng kuchli protsessor joylashtirilgan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wow. Mana shu joyiga tan bersanglar bo'laveradi. Chunki bu Realme'da eng kuchli telefoni. Bu telefonda bitta SIM karta, bitta eSIM, xohlasanglar ikkita SIM karta qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Shu yoqlari super ekan. Akalar, bu telefonda PUBG test qilib o'tirish kerak yo'q, chunki bu telefon igrovoy telefon hisoblanadi. O'zi nomidan aytib turibdi, GT. PUBG ga keladigan bo'lsak va boshqa o'yinlarda eng yuqori FPS ushlab beradi. Misol uchun PUBG da 120 mi? 120 ni mont darajada somsa qilib tashlaydi ushlashda. Lekin telefonda bitta minus joyini ham aytib o'tib ketaman. Telefon normalniy darajada qiziydi. Agar buni olib turibsizlar, o'yin o'ynamoqchi bo'lsanglar, telefonga bitta kuler ham qo'shib olishinglarni maslahat beraman. To'g'ri, telefon igrovoy, lekin normalniy darajada qiziydi. Telefonning ramkalarini gapirmayapmiz. Telefonimizning ramkalari akalar metallitskiy bo'lib turibdi. Yon atrofi va orqasi shishali. Telefon Gorilla Glass 7i bilan himoyalangan. Zo'r desam bo'laveradi. Bu telefonda boshqa telefonlarda yo'q sifat bor. Chunki bu telefonda orqa kamerasining moduli yumaloq shaklda turibdi. Agarda sizlarga bu yoqmaydigan bo'lib qolsa, agarda sizlarga kvadratniy modul yoqadigan bo'lsa dizaynda, xo'p, mana bu joylarda gaykalar turibdi. O'zingizlar uylarda atyorka bo'lsa, ingichka, professional atyorkalar bo'lsa, buni chiqarasizlar-da. Chiqarib turib, o'rniga kvadratniy qilib olsanglar bo'ladi. Bizda xuddi shunisi ham bor. Mana kvadratniy holatda ishlatmoqchi bo'lsanglar, yana bitta chexoli bor.
Buni olasizlarda mana ko'rsatib qo'ygan. Mana. Bunisini shunday chiqarasizlar telefonda. Dumaloq dizayndagi modulini, kamera modulini chiqarib turib, o'rniga mana kvadratni qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Men buni qilmayman mana. Lekin sizlarga ko'rinishligi uchun mana qo'yib beraman. Qarang, ko'rinyapti. Kimga dumaloq shaklda, kimga kvadratli shaklda yoqsa, shunaqa ishlataveradi. Bu boshqa telefonlarda yo'q. Xohlasanglar telefoninglar dizaynini bitta o'zgartirib yuborasizlar, ko'rgan odamlar yangi telefon olibdi deb o'ylashligi uchunmi bilmayman. Kimga qanaqada? Menga lekin dumaloq shakldagi, krugli shakldagi dizayni ko'proq yoqdi. Mash shaklga kelar ekan telefonni dizayni agar to'rtburchak kvadratni qilmoqchi bo'lsanglar. Bu ham bir boshqacha dizayn, chunki bu ishda hali boshqa kompaniyalar qilganini men ko'rganim yo'q. Bravo. Telefonda kamerasiga keladigan bo'lsak, 200 megapiksel. Ba'zi telefonlar 200 megapikselga chiqib turib, orqaga qaytib ketishdi. 50 megapiksel, 48 megapikselga shunaqa 100 megapikselga tushib qoldi. Lekin Realme GT8 Pro sotib oladigan bo'lsanglar, 200 megapiksel. Основной kamerasi 200 megapiksel и plus zoom'i bor. Hozir bu telefon qanaqa kачествоda video va rasmga olishni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bundan oldin kameralari bilan sizlarni tanishtirib o'tay. Telefonda 0.6, 1, 2, 3 hamda 6x zoomlari mavjud. Telefonni maksimal yaqinlashtirishi 120x ekan. 120x. Hozir bu qanaqa darajada tiniq olishini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman va telefon video formatda akalar. HD 30 fps, HD 60 fps, 4K 30, 4K 60, 4K 120 fps hamda 8K 30 fps larni bemalol beradi. Endi bo'lsa jigarlar sizlar bilan bu telefonda 4K 60 fps dagi video sifatini sizlarga ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Akalar, hozir sizlar bilan Realme GT8 Pro telefonini kamerasini, qo'limda iPhone 16 Pro Max bor, test qilib ko'rsataman sizlarga. Qaysi biri tiniqroq chiqqanini o'zingizlar ko'rasizlar. Lekin buni ustun tomoni bunda 120x zoom bor. Videosini ham ko'rsataman, rasmlarini ham iPhone 16 Pro Max bilan solishtirib ko'ramiz. Qani boshladik. Akalar, oldi kamera, frontalli kamera, Realme GT8 Pro hamda iPhone 16 Pro Max. Endi o'zingizlar aytinglar, qaysi biri qanaqa chiqyapti? Men o'zim Androidchiman, lekin tan olish kerak, kamera bo'yicha menimcha iPhone yutib qo'yyapti. Akalar, o'zingizlar qaranglar mana. iPhone qanaqa darajada tiniq olyapti-yu, Realme GT8 Pro qanaqa darajada tiniq olyapti. Buni ham bir o'zingizlar bir baholanglar. Men hozir ko'rsataman ukamni. Qaysi birida qanaqa chiqyapti? Va mana ko'katlar. Shu yerda ham aytib qo'yadi. Prosta iPhone'da sun'iy intellekt unaqa kuchli emas-da. Lekin mana videoda ancha tiniq ekan iPhone Realme GT8 Pro'dan. Agar bu telefonni kamera uchun olmoqchi bo'lsanglar, video olish uchun men tavsiya bermagan bo'lardim. Buni puliga Vivo yoki Huawei olsanglar kuchliroq oladi buni kamerasini, agar Androidchi bo'lsanglar. Endi bo'lsa jigarlar, bu telefonda batareykasiga kelamiz. Misol uchun bu telefonda dizayni va razmeri iPhone 17 Pro Max ga o'xshashi mumkin. Razmerlari menimcha deyarli bir xil, lekin batareykasi anchagina bahaybat. iPhone 17 Pro Max da jigarlar 5000 mAh ham batareyka mavjud emas, lekin bunda 7000 mAh batareyka hamda zaryad qabul qilishi 120 Watt, hamda bespirovodnoy zaryad qabul qilishi 50 Watt ekan. Bu telefon 15 daqiqada 50% zaryadkasi to'la olar ekan o'zini zaryadchigida. Va 43 minutda telefon 100% li zaryadkasi to'lib bo'ladi. Va 43 daqiqada telefonning zaryadkasi 100% ga to'ladi. Bespirovodnoy zaryadkasi ham 50 Watt. Super. Akalar, telefonda stereo dinamik albatta mavjud. Chunki bu flagman darajasidagi telefon, qanday stereo bo'lmasligi mumkin. Xo'p, hozir buni sizlar bilan ovozlarini ham bir eshitib ko'ramiz. Qani? Ovoz tovushlari tiniq, lekin baland emas. Shu ham bitta minusi. Telefonda minuslarini gapirib o'tib ketaman akalar. Telefonda men bu telefonda rus tilini topa olmadim. Mabodo men yanglishgan bo'lsam, o'zingizlar kommentda yozib o'tib ketasizlar. Va akalar, bu telefon PUBG o'ynasanglar qizib ketadi. Va oxirgi minusi ovoz tovushlari jicha pastroq ekan. Lekin endi bu telefonda narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu telefonni faqatgina zakaz asnosida Mix Mobile Telegram kanaliga yozadigan bo'lsanglar, pastda havolasini qo'yib o'tib ketaman. Adminlarimiz sizlarga aloqaga chiqadi. Boshlang'ich to'lov $50 ni bersanglar, 8 kundan 15 kungacha bo'lgan vaqtda akalar sizlarga yetkazib olib kelib beramiz. Boshlang'ich to'lovi $50 va kelgandan keyin qolgan summasini to'lasanglar bo'laveradi. Mix Mobile Telegram kanaliga yozasizlar. Narxlari bo'lsa $710 dan 12256 taligi boshlanadi. $1000 gacha. O'sha 16 ga 1 terabaytliklari $1000 atrofida bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefonni tavsiya qilaman. Obzorga bitta like bosib qo'yasizlar. Qilgan mehnatimizni hurmat qilasizlar, chunki biz ko'chada, sovuqdi kunida mana hovurlarni ko'ryapsiz, qo'llarimiz muzlagan, shapka kiymagan holatlar, quloqlarim muzlab qolgan holatda sizlarga obzor qildim. Realme GT8 Pro telefonini obzor qildik. Kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar.